2026 Chevrolet Captiva zamonaviy crossover segmentida yangilangan dizayn va ilg'or texnologiyalar bilan taqdim etilmoqda. Ushbu model oilaviy haydovchilar va kundalik foydalanish uchun qulaylikni birinchi o'ringa qo'ygan xaridorlar uchun mo'ljallangan tashqi ko'rinishda keskin chiziqlar, keng radiator panjarasi va LED farlar avtomobilga zamonaviy va jozibador qiyofa beradi. Aerodinamik shakl yonilg'i samaradorligini oshirishga yordam beradi hamda yo'lda barqarorlikni ta'minlaydi. 2026 Chevrolet Captiva o'z segmentida raqobatbardosh ko'rsatkichlarga ega bo'lib, dizayn va funksionallikni uyg'unlashtiradi. Ichki salon keng va qulay bo'lib, yuqori sifatli materiallar bilan bezatilgan. Old panelda katta sensorli multimedia displey joylashgan bo'lib, Apple CarPlay va Android Auto tizimlarini qo'llab-quvvatlaydi. Raqamli asboblar paneli haydovchiga barcha muhim ma'lumotlarni aniq va tushunarli tarzda ko'rsatadi. Konditsioner tizimi bir necha zonali bo'lib, barcha yo'lovchilar uchun qulay haroratni ta'minlaydi. Keng o'rindiqlar uzoq safarlarda ham charchoqni kamaytiradi. Bagaj hajmi esa oilaviy sayohatlar uchun yetarli darajada katta. Texnik jihatdan 2026 Chevrolet Captiva tejamkor va ishonchli dvigatel variantlari bilan jihozlangan. Benzinli dvigatel kuchli tortish quvvati va silliq harakatni ta'minlaydi. Avtomatik uzatmalar qutisi tez va ravon almashinish imkonini beradi. Old gildirakdan tortish tizimi kundalik haydov uchun qulaylik yaratadi. Yonilg'i sarfi optimallashtirilgan bo'lib, shahar va trassa sharoitida tejamkorlikni namoyish etadi. Mustahkam osma tizimi notekis yo'llarda ham barqarorlikni saqlaydi. Xavfsizlik tizimlari ham yuqori darajada ishlab chiqilgan. Avtomobil apps va app tizimlari bilan jihozlangan. Barqarorlikni nazorat qilish tizimi favqulodda vaziyatlarda avtomobilni yo'lda ushlab turishga yordam beradi. Old va yon havo yostiqchalari haydovchi va yo'lovchilarni himoya qiladi. Orqa kamera va to'xtash datchiklari tor joylarda qulay harakatlanishni ta'minlaydi. Shuningdek, adaptiv